3 padişahlık. Zaman halkıgan muşavir. 25. bab. Savsavning yaqtirishig'i erishgan diyanmo. Hech qancha cho'ng ish emas. Diyanmo bir tishlam paqlon go'shini og'ziga silib, bir tarafdan choynag'ach, bir tarafdan eg'iz ochdi. Junkangning Diyanbargayida turg'isi bakan to'q. Menmi uningga ma'qul bo'lgan. Pasibanim ijozat bergayla. Savbigim, murodimga yetkizgayla. Shuchu savsavning rad qilib etishidan ansirab, darhol ikki qo'lini juplab salom berdi. Savsav darhol javob qaytarmay, kulimsirgan holda o'zi yolg'iz bir qadah sharobni ichib etib, ondan oldirmay mundoq dedi. Runanni ilishda Junkang zo'r to'p ko'z tutdi. Tartuqlashqa tegishlik. Siznimi Diyan qo'shinining chirikchi begi qilayli. Aslida sizmi bir to'p qo'shinga boshchilik qilsangiz bo'ladi. Nima degan bilan sizning qobiliyatingizmi zishingdan kam emas. Lekin sizlar chiqishib qolgan bo'lgandikin, undaqda avval Diyan bargohida zishing bilan birga turing. Rahmat Savbigim. Shuchu o'rnidan turib xushalliqidan qalchiyib kuldi. Yana Savbigim demsiz? Ha, shundoq. Rahmat pasibanim. Buni anglagan Savsav rozi bo'lgunicha qo'lini tushirib, uningga o'ltirishga ishora qildi. Bu qitimqi ziyofatda ko'pchilikning hammasi xushal bo'lishdi. Aslida Shirmat chavandoz nomi beramdikin deb o'ylab edi, o'ylamagan yerdan Savsav mardlik bilan shirikchi baglikka tayinladi. Runanga bekordili ega bo'lgan Savsav albatta texmi xushal edi. Ko'nglida o'zining jahonda tangdishi yo'q iste'dod egisi Diyanmo'ga erishib qolmay, yana botirlikda tangdishi yo'q Diyanvey bilan shu cho'g'i erishgan edi. Shundoq tursa, ulug'vor maqsadlarining ishga eshishidan nima g'am? Yab ichib qo'rsoqlar to'ygandan keyin Savsav shu cho'g'a yana bir qo'ruv joy sovg'a qilib, uning o'rinlashib olishi uchun odam o'rinlashtirgandan keyin o'zi Diyanmo'ni yetilab ketib qoldi. Pasibanim meni nega opirdilar? Yana xijil bo'lmay so'ravatqinini, dedi Savsav Diyanmo'ga qarab qo'yib og'ringan holda. Seriq chaqmoq asli mening etim edi. Miyav sayla necha qitim so'ragandimi, bilmagan edim. Endi bo'lganda siz uni boshqalarga sovg'a qilib etibsiz. Diyanmo nurisini qisib qo'ydi. Bir nima deyish be'ab edi. Nemini degan bilan Savsavning ko'nglini yerda qo'ygan tursa, necha kunning oldida Tayxongshan teg'idagi Jongyan odam avatib, esil orqamoqdan birini avatibgan. Qarasam, xeyli yomon emas turdi. Sizga ko'ztib kerak. Menga vatgan Savsav tuyuqsiz to'xtab, Diyanmo'ga qarab rasmiy yo'sinda dedi. Bu qitim boshqalarga hadiya qilaversangiz bo'lmaydi juma. Hozirgidek qalaymikan chaqda o'zingizni qo'g'dash uchun bir yaxshiroq etingiz bo'lmasa, men qanday xotirjam bo'laman? Savsavning o'ziga buncha ko'yinayotganidan Diyanmo'mu ta'sirlangan holda ma'qul bo'ldi. Pasibanim, Tayxang teg'idagi Jongyan bilan berish kelishlari bormi? Tayxang teg'i atrofida qaroqchilar ko'p bo'lib, soni 10 tumandan oshadi. Ular o'zlarini qora tog'liqlar qo'shini deb ataydigan bo'lib, asli Jongju bilan birlikda qo'zg'olon ko'targan qaroqchilar edi. Shug'inisi Jongju o'lgandan keyin ular Tayxang teg'ini egallab olib, ismini o'zgartib qora tog'liqlar qo'shini deb atalgan edi. Men Yanjuga puxta joylashib olgandan keyin odam avatib Jongyan bilan munosabat o'rnatgan. Garchi bular bir to'p aloqaplar bo'lsa-mu, lekin hal qilg'ish paytda cho'ng rol o'ynaydi. Pasibanim, Yuan Shaodan ansiravatgan o'xshamamdilar. Sizdan hech nimani yoshirg'ili bo'lmaydi-ku. Faqatli bir vosita, dedi Savsav kulib turib. Bu qo'l shaxmatni haqiqatan yaxshi o'ynagan edi. Bu tog' qaroqchilarining jangovorligi ancha kuchli bo'lmasa-mu, lekin soni ko'p bo'lg'achqa hal qilg'ish paytda
g'albini qo'lga keltiradigan urug' bo'la oladi. Tarixda Gongsun Zan Yuan Shaoning zarbisi bilan turmushda hojatidan chiqolmaydigan bo'lib qolganda, o'g'li Gongsun Shuni Tayxongshan tig'iga qutqizish uchun lashkar so'rashga avatib, yo'tkab kelmoqchi bo'lg'ini dal Zhang Yanning qora tog'liqlar qo'shini edi. Afsuski, yordam so'rash maktubi Yuan Shaoning qo'liga tushib ketgan bo'lib, bo'lmasa Zhang Yan oraga qistirilib kirsa, yengilishga rostilla bir nima demak tas edi. Ikkalan nihoyat tezla qarorgohga yetib kelib, qator chedirlardan o'tgandan keyin Eğilga yetib keldi. Sav qosh teshidek oppoq otni ko'rsatib, Zhang Yan, bu otning ismini tun yo'ritar qoshda sher degan. Mijazi eski bo'lsa-mu, lekin o'zi kuchlikan. Zishao, qani meni peqa. Haqiqatan mo seriq chaqmoqdan qilishmoqdak, esil orqamoqga. Ko'z oldidagi butun badani qordek oq, erkak shirg'i o'xshaydigan oq otni ko'rib, Dianmo'ning qoshlari likildab ketdi. Tun yo'ritar qosh tashir. Bu Zhao Yunning eti emasmidi? Qandoq bo'lib bu yerga kelib qolgandi? Acaba ismi o'xshamamdi ya? Bundaq ehtimollikmi yo'q emas-ku. Asli Dianmo berib Zhao Yunni to'pga qo'shib olmoqchi bo'lsa-mu, afsuski bu chaqda Zhao Yun Changshan'da edi. Ammo Changshan Jijuning shimoliy qismida bo'lib, orliqining yiroqligini demaganda-mu, Zhao Yun Youzhoudagi vaqtida Liu Bei bilan yaqin bo'lg'achqa, uni o'ziga tortib kelish undaq osonga to'xtamasligi mumkin edi. Pasibanimga hech qoldi. Pasibanim menga bak kuyunidi keldi. Og'amdan eshib ketay deb qoldilar. Dedi Dianmo kulimsirgan holda. U ko'nglidimi bak ta'sirlangan edi. Sav Dianmoning mo'risiga shaplaqlab qo'yib, ortiqcha yaqinchilik qilmagan bo'lsa-mu, lekin ko'nglidagini belgilab bo'ladi. Sizni faqat yana boshqalarga sovg'a qilib atmasingizlar. Men rozi bo'laman. Dedi Dianmo chaqchaq qilib. Hey, bundaq selishtirsangiz bo'lmaydi. Bundaq song'unni boshlab kelganingizdan men albatta xushal. Biroq sizning bexatarligingiz hammadan muhim. Unutib qolmang, dedi sav qo'lini shiltib. Bo'ldi. Xotirjam bo'lsizlar Pasibanim. Bu qitim boshqalar kelib bulutsa-mu, hargiz bermayman. Dianmo qoshtash shirining chulburini yechib, sakrab mindi. Mashq maydonida tun yo'ritar qoshtash shir shamoldek chekib ketdi. Surat jihatda ko'langi bilan seriq chaqmoqqa hargiz utirib qo'ymaydi. Haqiqatan kam tepiladigan esil arg'amoq edi. Qaytish yo'lida Dianmo qoshtash shirni yetilab minib, eg'iz ochdi. Biror ish bormidi? Shundaq. Cho'ng ish bor. Runan oymiqidagidimi cho'ng ish, dedi Dianmo ta'kidlab. Bu gap bilan Savsovning ko'z oldi yo'rib ketdi-da, darhol so'radi. Yana xushallarlik ish borkanda. Ati biladilar, dedi Dianmo og'zini qiysaytib kulganicha. Aniqki, uning bu sirni hozirda deb bergusi kelmayotdi. Ma'qul. Qani qarab boqaylik. Menga zodi qanday xushallik tayyorlab qo'ydingiz-ki? Dedi Savsov chavakchilib. Savsov ko'cha og'ziga kelganda Dianmo bilan xo'shlashdi. Dianmo udul uyga qaytmay, ta'minot xonaga bordi. Qurol yasash planini o'zgartirish albatta Savsov o'ylagandek 12 tuman tiziq yormoq oqchi tepish uchun emas bo'lib, Dianmo bundaq ushshaq ishlarni o'ylabmi qo'ymaydi. Yana kelib, tuz tog' plani yurgizilsa, qonchilik oqchi desa, shunchilik bo'lmamdi. Dianmoning kirib kelayotganligini ko'rgan Olti ko'z yoshlarini taramlab oqqizgunicha yugurib keldi. Begim, oxiri qaytib keldilar. Yerim oy bo'ldi. Bu yerim oyni qandoq o'tkazganligimni bilamdilar. Ayni chaqda sizlar Pasibanimizning farmoni degan edilar. Bu asli o'zlarining xiyoli ekan. Bu xiyollar tufaylidan qallamdan ayrilib qog'ili tasda qoldim.
Şahudun qatarlıqlar o'ziga qo'l serishga petingan yerda o'tiga uchirgan uvolchiliklar haqiqatan oz emas edi. Diyanmo boshqa gap qilmay, oldiga o'tib bu narsalarni astoydillik bilan ko'rishga boshladi. Tekshirib, o'zi loyihalagan xarita bilan o'pmi o'xshash bo'lganligini ko'rgandan keyin ondan xotirjam bo'ldi. Diyanmo o'tining dolisiga shapilaqlab, uningga tasalli bergach so'radi. Bu ikkilisini elib eling. Sizni hozirda baliqdan chiqarib qo'yay. Qo'rashtirgandan keyin ularning nimaga foydasi borligini bilasiz. Bu ikki asbob xeyli ig'ir bo'lib, ta'minot xonadagilardan 10 odam ayrim-ayrim ko'tirgunicha Diyanmoning kaynidan agishib maqdi. Xotirjam bo'ling Oti. Yana bir kun saqlang. Ular ati bu narsaning rolini tushungandan keyin sizni maqtab ulgurib bo'lmaydi. Pasibonimizmi sizni tortiqlamdi texi. Bir nima demak tas. Begim, diğerlerdek boğay. Meni tartıqlımısımı karaytı çağlıq. Fakat aşı sangılla kelip, tənglit koymasılı bulatdı. Bir qitim ahmaq bo'lgan O'tiye Diyanmoning so'ziga butunlay ishinib ketmadi. Faqat ko'zi ko'rganda ondan hisob bo'ladi.